Bu kenayimni ko'rib, oddiy o'zbek kelini deb o'ylashingiz mumkin, lekin ularning YouTube kanallarida 1 milliondan oshiq obunachilari bor. Ekraningizda ko'rib turgan food bloger Kamol Rasulova o'zlarini bloglarida ajoyib retseptlari asosida har xil taomni tayyorlaydilar. Bu kenayimni nafaqat o'zimizning auditoriya, balkim ko'pgina boshqa mamlakatlar ham kuzatadi. Kamol kenayini yana bitta fishkalaridan biri har bitta videolarda bitta ham so'z ishlatmasdan chiqqanlar va boshqa mamlakatdagi insonlar uchun bu juda ham tushunarli bo'ladi. Yana bitta hurmatga sazovor joyi, ular har bitta kontentlarida o'zimizning milliy atlas va adres ko'ynaklarda chiqqanlar. Bugungi kungacha ham o'zlarining YouTube kanallariga 1 milliondan oshiq obunachilar to'pladilar va ikkita knopkani ham qo'lga kiritdilar. Kamol kenay har bitta pazanda uchun o'zlarining kontentlari bilan haqiqiy namuna bo'la olyaptilar. Bunaqa yaxshi prosmotrlari va axvatlari orqali Kamol kenay menimcha YouTube monetizatsiyasidan ham juda ham zo'r daromad qilayotgan bo'lsalar kerak. Sizlar ham faqat Instagram emas, YouTube kanalinglarni rivojlantirish orqali monetizatsiyaga ulanib, yaxshi daromadga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqangi shaxsiy brendni qurish bo'yicha foydali kontent ko'proq tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqazmaydi.